Siz o'sha aytayotgan 5 pip stop loss, 20 pip take profitli o'sha сделкаlarni men ham o'zim ko'rib ishlasam bo'ladimi sizga? Bo'ladi. Qattiq qilsam bo'ladimi? Birga targ'ib qilishni Telegram kanalda qilsangiz bo'ladi. Ya'ni Telegram kanalga signal berishdan avval обязательно yozaman. Shu narxdan kiryapman, stop lossdan 5 pips, take profit 20 pips, pribelga chiqishi bilan bezbitga oling deb даже to'g'ri upravleniya beraman. Agar siz shunga ergashadigan bo'lsangiz, men bilan bir xil targ'ib qiladigan bo'lsangiz 100% javob beraman. Siz oylikda, haftalikda pribelni tugatasiz, даже kunlikda. Agar o'sha siz tashigan paytingiz 1 minutga kech qolsamchi? 1 daqiqaga kech qolsangiz kech bo'ladi. Shuning uchun Telegram kanalda upravleniya qo'yib qo'ying, birinchiga qo'yib qo'ying. Maksimalni vaqtingizni shu yerda o'tkazib turing, kech qolmaslik uchun. Shunaqa paytda sizda возможность bo'ladi. Haftada 1 yoki 2 kun targ'ib qilayotganimda Telegram kanalda live yoqaman. Ya'ni live'da ochdim, yopdim deb turaman. Siz bemalol live'da o'tirib birgalashib targ'ib qilsangiz bo'ladi. U yerda kech qolish ehtimoli kichkina bo'ladi. Hammasi tekinmi? Tekin, hammasi tekin.